Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Zekrat va bu videoga xush kelibsiz. Ayni vaqtda Minecraftda shunga o'xshash qurollar modi to'lib ketdi va biz bu modni sizlarga ko'rsatish uchun qaror qildik va videoni biz boshladik. Qurollarni olamiz do'stlar, birin-ketin olib ko'rsatishni boshlaymiz. Bu qurolni men o'z Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Telegram silkasi YouTube profilimda bo'ladi. Birin-ketin olamiz, siqqanini bu tarafga, sig'maganini u tarafga. Ana bu batareyalar nima kerak ekani, hozir ularni olib oxirida ko'rsatamiz. Bu menimcha o'q bo'lsa kerak do'stlar. Bu modni men birinchi marta ko'rganimda g'ashsa kuchli deb o'yladim, lekin bu unchalik kuchli emas ekan. Orasida bitta ikkitasi kuchli xolos ekan do'stlar. Va mana do'stlar, birinchi qurolimizni ham ko'rsatishni boshladik. Bu tuxum otadigan qurol ekan. Mana bu yerda tovuqning rasmi bor ekan va ikkinchi qurolga o'tamiz do'stlar. Bu Ender Blasters. Bu menimcha teleportatsiya qilar ekan bu. Bu mod sizga kerak bo'lishi mumkin. Bu teleportatsiya qilar ekan. Wow! Buncha zo'r bu. Hayvonlarni lekin o'ldira olmaydi ekan do'stlar. Bu Flower Blasters. Bu ajoyib mod. Qani, ana buni qaranglar. Bu gul chiqarar ekan do'stlar. Bu gul uron beradi. Albatta bu jonni ketkazar ekan. Demak bu mod ham kerak. Kenniki Blasters. Va keyingi qurolimiz ajoyib kristal chiqaradigan qurol ekan do'stlar. Bu qurolni qaranglar, ajoyibligini. Lekin menga bu qurol yoqmadi. Ikkinchisi Impulsive Blasters. Wow, ajoyib pishtirangda ekan. Bu nima? Chaqmoq? Yo'q. Bu ajoyib qurol ekan. Mana buni qaranglar. Cho'q otyapti. Lekin bu juda kam uron beradi shekilli cho'chqani. Ikkita zarb va oxirgi zarb. Qochma. Telefon. Va 3 ta zarb o'ldirdi cho'chqani. Voy kuchsizligini. Buni qaranglar. Bu ham cho'q. U telefon qotib bo'layapti. Va bu cho'q otar ekan do'stlar, bu ham ajoyib granataga o'xshaydi. Bu modimiz, bu qurolimiz esa wow, elektr chiqarar ekan, lazer. Buncha ajoyib bu mod, lekin uron olmaydigan do'stlar. Ajoyib g'alati mod ekan. Mana buni qaranglar. Bu olov otsa kerak. Yo, olovli lazer ekan do'stlar. Buni ajoyibligini qaranglar. Bu ko'p uron olar ekan va Vardenni ham betada o'ldirishlaring mumkin. Ender Dragon Wizardni ham hamma xohlagan moblarni. Bu hayoting. Bu jon qanaqasiga? Jon qo'shyaptimi shunda molga yo buncha ajoyib mod bu. O'zimga o'zim yo'q, jon qo'shmaykan. Bu ajoyib mod ekan. Qurol ekan. Qani nargi qurollarga olamiz, chunki bu qurollarni ishlatib bo'ldik do'stlar. Va oxirida ana batareyalar nima kerakligini bilib olamiz. Bu qanaqa qurol ekan? Lighting Laser Blaster. Bu men uchun eng zo'r qurol do'stlar, eng kuchli qurol. O'rmonda yoqib yuborishlaring ham mumkin. Endi bu qurolimiz esa ajoyib. Bu hayvonlarni, ya'ni moblar yoki bosslarni odamga tortar ekan do'stlar. O'zimga o'zim tortay. Qani otib yuboraman. Bo'l ota bo'lmaydi ekan buni do'stlar. G'alati aytgan narsalarni otib tashlaganim. Bu ajoyib mod ekan do'stlar. Men bu katta modni Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Bu qurol esa ajoyib bloklar chiqarar ekan. Ya'ni bu cheksiz blok degani. Siz survivalda o'ynasangiz blok kerak bo'lib qolsa, shu moddan blok olishingiz mumkin. Ya'ni shu quroldan. Mana buni qaranglar, cheksiz nima? Blok. Qo'limda turishini qarang do'stlar, qo'limda. Juda ajoyib. Meni qo'limga qanday sig'di bu? Juda ajoyib. Amazing ekan do'stlar. Bu Snow Blaster. Bu qor otar ekan do'stlar, qor. Demak bu juda zo'r, urushgani zo'r qurol ekan do'stlar. Ajoyibligini qarang, lekin qo'yda o'ldira olmayapti bechara qurol. Qurol-ey. Voy, bunisi qurolga o'tsak, Wizard Laser Blasters. Bu qanaqa tushunmadim. Uron olyapti. Xo'p, azana endi bu o'ldirdi qo'ydi. Bu tornado. Qaranglar, uchirib yuboradi mana uni. Ana uchib ketdi. Lekin qanday ustiga? O'sha yoqqa tornado bordi, endi bu ham uchib ketadi, qaranglar. O'lmadi lekin bechara. Bu qurolimiz esa Meteor Blasters. Buncha ajoyib bu. Magma otar ekan, magma. Lekin
Endi bunisi burg'ulash. Bu qanaqa qurol? Metlari kirib qimirlayapti qurol. Qani? Burg'ulash. Demak, bu bloklar sindiralarmi? Shunda? Yo'q, bo'lmadi. Otamiz bloklar sindiralar ekan do'stlar. Mana buni qaranglar. Osonlikcha survivalda blok to'plashingiz mumkin. Bu qurolni aktivlashtirsangiz, modni. Mana buni qaranglar. Ikkinchi, ya'ni keyingi qurolga o'tsak do'stlar, mini blasters. Bu ko'k rangda kichik. Bu nima qiladi shunda tushunmadim. Bu ham uron olar ekan. Ikkita gap yo'q, katta akalardan ko'ra kuchliroq ekan. Qani endi bu ikkita qurol qolib ketdi. Qolganlarini olib qo'yamiz. Va batareyalarni sinab ko'ramiz. Bu nimaligini men ham bilmayman. Qani, xo'sh, bu qurol qani. Avval qo'limda. Bu chang. Demak, bu chang otar ekan do'stlar. Oddiy chang. Bu qurolimiz esa Potion Blasters. Nimadir yashil rangda otyapti do'stlar. Zaharmi nima balo? Tushundim. Bunda uchar ekan hayvonlar uchib ketadi va batareyalarni sinab ko'ramiz, lekin hech narsa bo'lmayapti. Bu menimcha o'qlari bo'lsa kerak do'stlar. Batareya bu o'q. Hali survivalda o'ynasangiz o'q. Hali olmos rangli, oltin rangli, temir rangli. Hamma qurollarni sizlar ko'rsangiz, bular qanaqa ekan? O'q. Qani ko'ramiz. Bitta qolib ketdi, baqa olib qo'yamiz. Bu ajoyib kitobmi? To'xtat, smoky blaster add-on. Kitob ekan do'stlar, bu kitob. Va bizga keragi yo'q bularda. Kitob ekan do'stlar, muncha ajoyib bu. Hammasini tashlayveramiz. Do'stlar, biz modni tugatdik. Endi siz kanalga obuna bo'ling do'stlar va videoga like bosing va albatta Telegram kanalimizga qo'shilib qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz. Chunki Telegram kanalimizda Minecraft yangiliklari va konkursni e'lon qilamiz do'stlar. Albatta kanalimizga obuna bo'ling. Xayr.